Surxondaryo viloyatidagi umumta'lim maktablari qoshida tashkil etilgan kunduzgi yozgi oromgohlar o'z faoliyatini boshladi. Barcha oromgohlar mahalliy byudjet hisobidan tayyorlandi. Bu esa davlat tomonidan bolalar salomatligi va dam olishi borasidagi e'tiborning amaliy ifodasidir. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Viloyatdagi barcha tuman va shaharlarda oromgohlar ochilib, ularda pedagog tarbiyachilar va to'garak rahbarlardan iborat malakali jamoalar shakllantirilmoqda. Ijtimoiy testdan o'tgan sog'lom muhit yaratishga mas'ul kadrlar jalb etilib, ta'lim, madaniyat, sport va texnika yo'nalishlarida to'garaklar tashkil etilmoqda. Har bir kun O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi bilan boshlanishi yo'lga qo'yilib, bolalarning energiyani tejash, ekologiya, vatanparvarlik va madaniy-ma'rifiy tarbiya bo'yicha bilimlarini oshiruvchi maxsus videorolik va o'quv materiallari yetkazib berilmoqda. Oromgohlar nafaqat dam olish, balki ijtimoiy ko'nikma, sog'lom hayot tarzi va kreativ fikrlashni shakllantirishga qaratilgan faoliyat maydoniga aylanmoqda. Bu oromgohlar bolalar uchun mutlaqo bepul tashkil etilgan. Bizning maktabimizda Yulduzcha nomli sog'lomlashtirilgan oromgoh tashkil etilgan. Ushbu oromgohda hozirda 3 ta guruh o'z faoliyatini olib bormoqda. Ularda tajribali o'qituvchilar rus tili, ingliz tili, jismoniy tarbiya, musiqa madaniyatidan bolalar bilan mazmunli shug'ullanib kelmoqdalar. Darsdan charchagan bolalar ushbu mashg'ulotlarni erkin ravishda o'tkazilayotgani sababli juda ham savq-shavq bilan qatnashib kelmoqdalar. Ma'lumot uchun Surxondaryo viloyati bo'yicha 130 ta maktabda kunduzgi oromgohlar tashkil etilgan bo'lib, 12 mingga yaqin bola qamrab olinishi ko'zda tutilgan. Statsionar va kunduzgi oromgohlar uchun ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalar, o'quv dasturlar va namunaviy ish rejalar asosida ish faoliyati olib borilmoqda. Yozgi oromgohga opam bilan keldim. Tasviriy san'at, jismoniy tarbiya, musiqa, ingliz tili, rus tili, to'garaklar o'tilyapti. Sizga qaysi ko'proq yoqadi? Hammasi. Kitobxonlik soatida biz kitob o'qiyapmiz. Masalan, Oltin beshik, Zumrad va qimmat, Chip-chip ertaklarda o'qiyapman. Yozgi ta'til bolajonlar uchun hayajonli va zavqli davr. Chunki maktab darslaridan biroz tin olib, ular ta'tilda turli mashg'ulotlarda faol ishtirok etishi mumkin. Vaqtini to'g'ri taqsimlay olmagan bolalar esa ta'tilda biroz zerikib qolishlari mumkin. Ammo bizning davramizdagi bolajonlar dolzarb 90 kunlikdan unumli foydalangan holda Yulduzcha oromgohining turli to'garaklarida faol ishtirok etishyapti. Yurtboshimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan dolzarb 90 kunlikda mutolaa loyihasi, Qizlar akademiyasi, Ibrat farzandlari kabi to'garaklar o'z faoliyatini olib borilyapti va ushbu to'garaklarda faol bo'lgan bolajonlarimiz tanlovlarga ham jalb qilinyapti. Xo'sh, aziz bolajonlar, yozgi ta'til qanday boshlandi?